39-savol. Masalani ishlang, javobingizni javoblar varaqasiga ko'chiring debdi. 2,4 gram az spirtning oksidlanishidan tarkibida shunday miqdorda uglerod tutgan B kislota hosil bo'ldi. Ya'ni uglerod soni o'zgarmadi. B kislotaga mol miqdorda metanol CH2OH sulfat kislota katalizatorida ta'sir ettirilganda 3,52 gram murakkab efir hosil bo'ldi. Az spirtning molekulyar massasini gram taqsim molda aniqlang degan savol. Xo'sh, spirtlarni oksidlanish reaksiyasida umumiy formulasini mana bunday yozish qulayroq. Radikal CH2 OH deb yozamiz. Sabab bu oksidlansa mana bu uglerod aldegid guruh, oksidlanishda davom etsa karboksil guruhga aylanadi. CnH2+1 OH deb yozsa ham bo'ladi, faqat unda qaysi uglerod oksidlanganini ko'rinmay qoladi. Shuning uchun bitta uglerod tashqari chiqarib yozsa qulayroq bo'ladi oksidlanish reaksiyasida faqat. Shu spirt oksidlanganda kislota kelib chiqdi. Radikal SOOH degan kislota kelib chiqdi. Mana karbon kislota. Va bu karbon kislotaga metanol ta'sir ettirilibdi, ya'ni CH3OH ta'sir ettirilibdi. CH3OH. Metanol ta'sir ettirsa suv chiqib ketadi bu yerdan, OH bilan mana bu yerda H chiqadi. Bu yerdan murakkab efir kelib chiqadi. Radikal SOOCH3 degan murakkab efir kelib chiqadi. Karbon kislotani, ya'ni metil efir kelib chiqadi. Suv ham chiqib ketadi. Shu murakkab efir massasi berilgan savolda 3,52 gram, 3,52 gram berilgan. Mana bu spirt massasi ham berilgan 2,4 gram. Endi shu ma'lumotlardan noma'lum radikalni topishimiz kerak. Bu yerga molyar massaga radikal noma'lum plus CH2OH guruhning massasini qo'shib tursanglar 31 bo'ladi. R plus 31 yozamiz. CH2 guruh 14, OH guruh 17 bo'ladi. Qo'shsa 31. Bu yerda esa radikal noma'lum R plus COOCH3 guruh 59 bo'ladi. Nimaga desa CO guruh bu karotanitga teng 44, CH3 15, 44 ga 15, 59 bo'ladi. Endi shu sonlarni kres ko'paytirib ham ishlasa bo'ladi. Faqat qulayroq usul farqdan ishlasa bo'ladi. Farq degani ayirma. Mana shu ikkita kattalikni bir-biridan ayiramiz. Massalar ayirmasini yozamiz mana bu joyga. Pastda esa molyar massalar ayirmasini yozamiz mana bu joyga. Shunda necha kelib chiqadi? R plus 31 dan R plus 59 ni ayirmasida R'lar qisqarib ketadi. R dan R ni ayirsa qisqarib ketadi radikallar. 59 dan 31 ni ayirsa 28 kelib chiqadi. Bu massalar farq. Mana bu joy 28 massalar farq kelib chiqadi. 28 to'g'ri. 3,52 dan 2,4 ni ayirsa bu yerda massalar farqi kelib chiqadi. Bu 28 molyar massalar farqi. Bundan 2 ni ayirsa 1,52, 0,4 ayirsa 1,12 kelib chiqadi. Bu gram massalar farq, bu molyar massalar farq. Endi shu yerda proporsiya tuzadigan bo'lsak, proporsiya qanday tuzamiz? Mana bu yer noma'lumda, ya'ni 3,52 ni 28 ga ko'paytirib 1,12 ga bo'lib yuboradigan bo'lsa, mana bu murakkab efirning molyar massasi nechiga tengligi kelib chiqadi. Keyin undan 59 ni ayirib tashlasa radikal qoladi. Keyin bu radikal qaysiligini topsa, mana bu radikal shu radikal bilan bir xil, ya'ni spirt qaysiligi kelib chiqadi. Demak, bu yerda hozir proporsiya tuzamiz. Ya'ni x ni topish uchun, ya'ni shu bu yerda katta m ni topish uchun mana bu yerga yozaman. M teng. Mana buni topish uchun 3,52 ni ko'paytiraman 28 ga bo'laman 1,12 ga. Butunli sonlarda ishlash qiyin bo'lgani uchun butunlarni 100 marta oshiraman. Buni 100 ga ko'paytirsam 352 bo'ladi, buni ham 100 ga ko'paytirsam 112 bo'ladi. Demak, shunday qilib yozib olaman. Kasrning surat mahrajini tengdan ko'paytirib bo'lsa, ma'no o'zgarmaydi. Endi bu sonlar qisqaradi. Qanday qisqaradi? 112 28 bilan 4 ga 1 bo'lib qisqaradi. Ya'ni 28 bo'lsa 1 chiqadi, 112 ni 28 bo'lsa 4 chiqadi. Endi 352 ni 4 ga bo'lsa, mana bu m necha tenglik kelib chiqadi. 352 ni birinchi 2 ga bo'lamiz, 176 bo'ladi. 2 ga yana 2 ga bo'lsa 4 ga bo'lgan bo'lamiz, 88 bo'ladi. Demak, mana bu joyda
88 chiqar ekan. Mana bu katta M'ga 88 molar massa yozamiz. 88. Demak, molar massa 88 ga tushdi. Bundan 59 ni ayirib tashlasa, 59. Ya'ni COO CH3 guruhi. Mana buni ayirib tashlasa, demak, qoldiq radikaliga qoladi. 59 ni ayirsa 29 qoldiq qoladi. 29. Bu radikalni qoldiq qoldi. Demak, radikal 29 massali radikal ekan. Endi uni qaysiligini topamiz? O'zi etil bo'ladi, ko'rinib turibdi. To'yingan radikallar uni formulasi CnH2n + 1 bo'ladi. Shu radikalning massasini 29 ga tenglashtirsa, ular soni kelib chiqadi. Mana bu radikalni formulasi kelib chiqadi. CnH2 ning massasi doim 14 bo'ladi. +1 mana bu teng 29. 1 mensol bo'lsa 14 ni 28 ga tenglashtiriladi. Shunda n barobar 2 kelib chiqadi. Demak, radikalimiz ikkita uglerodli ekan, C2H5 degan radikal bo'ladi, ya'ni etil radikal. Endi mana bu spirtimiz qaysi bo'ladi desa, mana bu radikalga etil qo'ysa, mana bu bitta uglerodni ham qo'shish kerak CH2OH dan. 3 ta uglerodli spirt bo'lgan, ya'ni C2H5 chiziqcha CH2 OH degan spirt bo'lgan. Ya'ni mana shu spirt bo'lgan. Noma'lum spirtimiz. Umumiy uglerodda 3 tali spirt, ya'ni propil spirt bo'lgan desa ham bo'ladi. Buni molar massasini topadigan bo'lsa, 31 ga mana bu radikal 29 qo'shsa 60 gram taqsim bo'ladi. 60 gram taqsim. Demak, javob spirtimiz propil spirt, molar massasiga mana bu yerga 60 yozamiz ekan. Demak, to'g'ri javobga spirtning molar massasi 60. Qaysi spirt desa propil spirt bo'ladi. Aynan propanol 1 bo'ladi.